Assalomu alaykum, xayrli kun. Hammaga kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh muborak qilsin. Mana Arafalarda inshaalloh hammamizning duolarimiz ijobat bo'lsin. Hammani o'ylagan hamisha yaxshi niyatlariga Allohimiz yetkazsin. Hozirgi kundagi mana otsvetashga skidkada olingan orxideyalarimni ko'rsatmoqchiman. Mana shu joyda turadi. Shu xonada nomigagina tepasi zatinoy o'yna qilingan. Nomigagina ertalab bomdoddan keyin bir yarim soat quyosh tushib o'tib ketadi, lekin xona o'zi salqin, juda ham muzdek xona. Xudo xolasa mana Xitoy guli to'kili bo'lib olingan, mana skidkaga olgan orxideya ham gullari kichkina emas, ikkinchi marta ham juda ham katta bo'lib gulladi. G'unchasini o'zi ham qanaqa katta ko'rsanglar bo'ladi. Bu mini sort ekan. Ancha bo'ldi, to'g'ri, lekin juda ham go'zal, puliga arziydi deb o'ylayman. Yuzda shunaqa go'zallik ochilib tursa, menimcha alhamdulillah juda ham chiroyli. Boquvlariga hech narsasiga qiynalmadim. Bahordan beri, mart boshlaridan beri mashpada ko'nikda turadi. Deraza bir qavatli, hech qanaqangi to'siqli to'silmagan. Isitish misol uchun moslamasi demoqchiman. Hattoki bu yerda isitish moslamasi ham yo'q. Shu xonada turdi. Oxirgi marta 5-mart yoki 3-martlarda buni svetonos chiqargan videosini ko'rsatgan edim. Kanalda, Telegram kanalda. Juda ham go'zallik. Bunisi golland, bu ozgina xafaroq bo'lib qolgan edi. Mana xudo xolasa yangi havo ildizlari bir nechta joylardan chiqishni boshladi, alhamdulillah. Bu nimaga qimmat? Xo'sh. Keramzitga ekilgan shunaqa. Har bittasi shunaqa qashpolik nimada turadi. Mana bunisi ham inshaalloh. Alhamdulillah, mana juda ham go'zal. Gulladi. Gullari juda ham katta, menimcha домашний цветение uchun, o'sha sharoitida gullash uchun menimcha yetarli deb o'ylayman. Hech qanaqa oziqa berganim yo'q. Faqatgina kelgandan keyin 2-3 marta mana bu eski svetonoslari, eski svetonosdan yangisi o'sib chiqdi. Mana bu yerda barg orasidan chiqazgan svetonos. Mana tagidan va shundan mana xudo xolasa bunisi ham gullaydi. Mana bunisi ham skidkada olingan, lekin bunisi golland sortida. Lekin juda ham ahvoli yomon, sovurib kelgani uchun ko'karmadi, o'smadi umuman. Lekin shunda ham tashlab yubormayapman. Balki yengillik bo'lib qolar degan umidda tashlab yubormadim hali ham. Bu Xitoy, mana Xitoy sortlar hisoblanadi. Bu golland sortovoy nomi ham bor. Nomini o'zi qarshokdan ko'tarib topib olishim qiyinroq, lekin mana yangi barg chiqardi. Hozirgi kunda ham mana shu xonada turadi. Bir aytib o'tibman, oziqalari mana bu ham eski svetonos, mana bu ham eski svetonos. Bu eski svetonosdan mana shu shox chiqarib gulladi. Xitoylar hammasi mo'xga ekilgan. Mana ildizlarini ko'rsanglar bo'ladi. Yam-yashil, yaqinda sug'organman. Mana shu yangi ildizlar o'syapti bemalol. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Mana ildizlari o'sib turibdi, o'sish bor. Mana tegi. Mana shu mo'x qurib, ildizlari seri rangga kirgandan keyin sug'organman. Hech qanaqangi oziqa desuvda sug'ormadim. Udabreniya hech qanaqa bermadim. Faqatgina shu joyda turdi. Faqatgina mana bu hali ochilgani yo'q. Bu keyingi sortim. Xudo xolasa ochilsa. Endi balki oziqa bermaganligim sabablimi, nimalari g'unchalar orasi ancha uzoq bo'lib qolgan. G'unchalar soni kam bo'lib qolgan. Balki bu shu oziqa bermaganim hisobigadir. Lekin mini juda ham chiroyli. Ser g'uncha bo'lib, hattoki oxirgi g'unchasi mana hali
ochib ham ulgurgani yo'q, lekin juda ham sekin ochdi. 3 yoki 8 marta videoga olgan bo'lsam, mana endi to'liq ochilib, hali shunda ham oxirgi g'unchasini ochib bo'lgani yo'q. Mana bular ham o'shandan biri 2 oydan oshiq davrda endi mana bitta g'unchasini ochishdi. Bu ham shunaqa qo'shnilarimiz bolalar kanikul boshlandi. Bu yog'iga endi mazza, dalada bayram. Mana bu ham shunaqa. G'unchasini soni kam, oralari ochiq-ochiq. Bu ham shunaqa mana. 1 2 3 4 ta dona g'unchasi bor. O'xotlari shu yolg'on bo'lmasa 3-4 martagina qachon esimga tushsa, shunda shu sitamoslariga, barglariga H101 Yaponiya mahsuloti original, shundan 1 litrga 2 tomchi solib, sug'ormadim, sepdim xolos. Sepdim. Sug'organda to'g'ri 1 martagina o'zim har doim o'sha sartoviy pelargoniyalar uchun ishlatadigan Aminamax mahsuloti bilan sug'ordim 1 martagina. Undan boshqa hech qanaqangi nima qilmadim. Mana bu yangi barg chiqardi, yaltirab turibdi o'zi. Hech qanaqa obработка, hech narsalar ham qilganim yo'q kelganimdan keyin. Shu turish bo'yicha mana xudo xolasa ikkinchi gullashini ko'ryapmiz. Xudo xolasa yoz oxirigacha ham shu yerda turadi, chunki boshqa joydan orxideya guli issig'i yoqtirmaydi. Quyosh nurini hozirgi kunda o'sha may oyida bemalol bu barglariga tushsa kuydiradi. Mana bu yerda boshida parda qo'ymasimdan oldin mana tushgan, kuydirgan shunaqa. Shuning uchun parda ildim. Hozirgi kunda lekin quyosh ham tushmayapti, faqat yorug'likning evaziga turibdi. O'xotlari oddiy, har doim suv solaman. Bo'g'zigacha suv solaman. Orxideyani barglariga tekkizmasdan turib suv solaman. Ildizlar ham yashil bo'lib, bir yarim soatcha 30-35 minut, 40 minut turgandan keyin suvni to'kib olib tashab, yana shu idishga solib qo'yaman. Bu ham mana buni chanqaganlik belgisi, mana shunaqangi seri bo'lib ketadi. O'sha ichki ildizlari ham, mo'xi orasidagi ildizlar ham mana shunaqangi seri rangga kirganda sug'oriladi. Xudo xolasa buni yoshartiraman, lekin issiqda orxideya chidolmaydi, issig'i xohlamaydi, issig'i yoqtirmaydi orxideya. Shuning uchun orxideya guli iloji boricha muzdayroq, quyosh tushmaydigan joyda turish kerak. Va xudo xolasa kuzgi yana bitta holatini ham yoki bo'lmasam 2-3 kundan keyin shu to'liq ochilgan videolarini qo'yaman sizlar uchun. Xohlovchilar bo'lsa albatta. Menimcha har qanday insonni uyida shunaqangi gul ochilib turishi bu mo'jiza deb o'ylayman. Juda ham go'zal. Ayniqsa bu juda ham barxtli. Kichkina bo'lsa ham barxt. Hammalarga yaxshi niyat va yaxshi tilaklar bilan tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Hammalarga xayrli kech, sog'-salomat bo'linglar. Inshaalloh keyingi videoyim sartovoy pelargoniyalar haqida bo'ladi. Mabodo biror bir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha harakat qilamiz javob berishga.